like talk about past simple tense. Past simple tense o'tgan oddiy zamon. Biz o'tgan oddiy zamonni o'tgan zamonda qilayotgan ish harakatlarimiz uchun, ya'ni o'tgan zamonda sodir bo'lgan ish harakatimiz uchun ishlatamiz. Hop, endi misol uchun men kecha yangi ko'ylak sotib oldim. Biz bu ko'ylakni kecha sotib olganmiz, ya'ni bu ish harakatimiz kecha o'tib ketib bo'lgan. Hop, endi bizda structurasi pozitiv shakli subject verb to or ed and complement modifier. Subject bizda ega hisoblanadi. Verb fe'l, ya'ni fe'limizga biz irregular verbning ikkinchi shaklini agarda irregular verbda fe'llarimiz bo'lmaydigan bo'lsa, unga ed qo'shimchasini qo'shamiz. Misol uchun play, play. Va undan keyin complement and modifier keladi. Complement bizda to'ldiruvchi, modifier esa hol hisoblanadi. Hop, misol uchun I bought a new car last month. Tarjima qiladigan bo'lsak, men o'tgan oy yangi mashina sotib oldim. Hop, bu yerda bought ishlatishimiz sababi bizda buy sotib olmoq fe'limiz irregular verbda bor. Shuning uchun biz ikkinchi shakli bought deb ishlatdik. Hop, endi negativ shaklida subject did not, ya'ni didn't, and complement modifier. Negative shaklida subject didn't, complement modifier. For example, bunda birinchi gapimizda men o'tgan oy yangi mashina sotib oldim bo'lsa, hop, inkor shaklida esa men qila olmadim yoki sotib ola olmadim bo'ladi. Hop, misol uchun my sister played, no, didn't play football last week. Mening opam o'tgan hafta futbol o'ynamadi. Endi bu yerda biz bunga ed qo'shmasligimizning sababi, hop, didn't bo'lganligi uchun biz doimo fe'limizni oddiy shaklini ishlatamiz. Hop, bu yerda bizda verb 1 bo'lishi kerak. Hop, endi keyingisi bizda so'roq shakli. Question. Hop, bunda bizda ya'ni did oldinga o'tadi, subject and verb 1, complement modifier. Va oxirida question. Hop, endi birinchi gapimizda men o'tgan oy yangi mashina sotib oldim. Mening opam o'tgan hafta futbol o'ynamadi. Endi uchinchisi esa mening dadam mashina sotib oldimi? My father did my father buy a car yesterday? Tarjimasi esa mening dadam kecha yangi mashina, ya'ni mashina sotib oldimi bo'ladi.